Amirabda savdo kichki bozoriga 07ni udariga yo'q nomerlar azo отдельно etmaydi. O'zlari egalan nomerlarda yaxshi inson bo'lsa shu nomer bilan kelib beraman deyapti. Letlarni qilib qo'yishibdi. Xo'p, kraska quvvatlari ponni bo'lgan ekan. O'sha ponni qo'rilgan mana lakli kraska bo'lgani uchun. Lekin men deb ko'rdim. Texnik quvvatlar zo'r turibdi, balonlarni qaranglar. Charmxona to'rtta yangi yumshoq balonlarni to'qib qo'yishibdi. Narxini taxmin qilib turinglar kelar narxini. Mana salonni qaranglar. Enermat foiz to'qib qo'yilgan chexollar. Moshina, ishoninglar, o'zimga ham yo'qdi. Kichub turibdi. Real kichub turibdi. Mana sovet turgan holatda kulish yetirib, top-toza. Motorlar ideal holatda ishlab turibdi. Tashqi quvvatlari zo'r. Bu shu kraskasi mana lakli bo'lgan uchun ponni qo'rilgan. Chunki pipir xot bo'lmadi. Lekin mashina oldiga bitta tonirovkani to'qib olib, ko'chada yurishlarni aynan o'ziga qaratadi. 2011-yil kim olib maza qilib minaman desa, bor yo'g'i $1700 tushirib qo'yildi. Narxini tortishil